Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun yemeklikdan zaharlanish va ishib qolgan tamoqni qandaq bir taraf qilish to'g'risida o'zimning bilganlarini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Men burun so'zlagan bir necha leksiyadan keyin ba'zi qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, mendan ishib qolgan tamoqni qancha kun saqlag'ili bo'ldi, ishib qolgan tamoqni iste'mol qilish bexatarmi degandek savollarni so'ragan edi. Men bugun bu to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Ishib qolgan tamoqni iste'mol qilish bexatarmi? Bu hammamizning kundalik turmushda doim duch keladigan tamoqni isrof qilmaslik va yemeklikdan zaharlanishdan saqlanish bilan bevosita chetishliq muhim bir masala bo'lib, ishib qolgan tamoqni tashlab etgan vaqtida u bir xil isrofchilik bo'lsa, agar ishib qolgan tamoqni to'g'ri bir taraf qilmay yoki uni xato iste'mol qilgan vaqtida yemeklikdan zaharlanish kelib chiqishi, salomatligimizga ziyon selishi va salomatligimizni asliga keltirish uchun texmi ko'p chiqimdor bo'lishimiz mumkin. Shu sababdan bu to'g'risida aniq bir tushunchaga ega bo'lish hammamizningki salomatligi uchun bek muhim. Undaqda ishib qolgan tamoqni qancha kun saqlag'ili bo'ldi? Ishib qolgan tamoqni iste'mol qilish bexatarmi? Bu o'xshamagan konkret ahvolga asosan farqli bo'lgan bir masala bo'lib, uningga aniq javob berish uchun oldi bilan yemeklikdan zaharlanish va yemeklikning bulg'inishi to'g'risida tushuncha berib o'tishga to'g'ri keldi. Yemeklikdan zaharlanish degan nima? Yemeklikdan zaharlanish deganda u yemek içmekten paydo bo'lgan kasallikning bir turi bo'lib, u insonlarning tarkibida ziyonli narsa bor bo'lgan, ya'ni bulg'angan yemek içmekni iste'mol qilganlik sababidan kelib chiqadigan kasallikni ko'z tutadi. Yemeklikdan zaharlanishning alomatlari ko'ngli aynish, qusish, ich surish va qo'sqa og'rish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yemeklikdan zaharlanishning kasallik alomatlari odatda yemeklikni yeb bir necha soat yoki bir necha kun ichida boshlanadi. Gerçi ko'pincha kishilarda yenik darajada kasallik alomatlari bo'ladigan va alohida davolash ilib bormasimi, yegan yemeklikni qusib etgandan keyin yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsa-mu, ammo qisman kishilar yemeklikdan zaharlanish sababidan hayotidan ayrilib qolishi mumkin. U yemeklikning bulg'inish ahvoli, ya'ni yemek içmek tarkibidagi ziyonli narsaning turi va miqdoriga ham shundaqla yemeklikdan zaharlangandan keyingi bir taraf qilish ahvoliga bog'liq. Undaqda yemeklikning bulg'inishi deganda u nimani ko'z tutadi? Yemeklikning bulg'inishi deganda u yemeklik tarkibida bo'lish kerak bo'lmagan, ya'ni bo'lmaslik kerak bo'lgan yoki yemeklik bilan munosibatsiz bo'lgan har qanday narsaning yemeklikka aralashib qilishni ko'z tutgan bo'lib, uni yemeklikning bulg'inish manbasiga qarab ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Birinchisi yemeklikning biologiyalik bulg'inishi, ya'ni yemeklikning bakteriya yoki har xil parazit qurtlar bilan bulg'inishi. Ikkinchisi yemeklikning kimyolik bulg'inishi, ya'ni yemeklikka har xil kimyolik moddaning va yoki zaharlik moddaning aralashib qilishini ko'rsatadi. Yemeklikning har ikki xil manbalik bulg'inishi ko'pincha ahvolda tomoq tayyorlash
va saqlash jarayonida yuz berishi mumkin. Shunga ishib qolgan tomoqni muvofiq saqlash yemeklikdan zararlanishning oldini olishda bek muhim. Yemeklikning biologiyalik bulg'anishi. Asosliqi yemeklikning bakteriya, fungus va boshqa parazit qurtlar bilan bulg'anishi bo'lib, salat qatorliq xom yemekliklarni tayyorlash, iste'mol qilish va saqlash jarayonida yuz bersa, pishiq yemekliklarni iste'mol qilish va saqlash jarayonida yuz berdi. Masalan, salat qatorliq xom yemekliklarni pokiz yumg'an vaqtida yoki ularni yuvgan suv pokiz bo'lmagan vaqtida yoki ular uchun ishlatgan pichoq, qochquchilar pokiz bo'lmagan vaqtida yemeklik, sovuq yemekliklarning bulg'anishi kelib chiqishi mumkin. Pishiq yemekliklar pishirilish jarayonida, ya'ni o't qaynatib pishirish jarayonida tarkibida agar bakteriya va yoki boshqa parazit qurtlar bo'lsa, u tomoqni pishirish jarayonida tamoman o'ladi. Shunga pishiq yemekliklarningki bulg'anishi ko'pincha ahvolda yemekliklar pishirilgandan keyin yuz berdi. Ya'ni yemekliklarni iste'mol qilish jarayonida ig'izga tekkan qo'shiq orqali yoki qo'l orqali bulg'anishi mumkin. Undan boshqa yemekliklarni saqlash jarayonida muhitdagi bakteriya bilan bulg'anishi mumkin. Bu yerda eng muhim bo'lgani biz tomoq yegan qo'shiqni ig'izimizga silib, ig'izimizdan tomoqqa silish jarayonida bu ig'izimizdagi bakteriyalar bilan yemeklikning bulg'anish ehtimolligi eng ko'p uchraydigan yemeklik bulg'anish ahvoli hisoblanadi. Yemeklikning dastlabki bulg'anishi qancha ig'ir bo'lsa, ya'ni bulg'angan bakteriya va parazit qurtlarning miqdori qancha ko'p bo'lsa, yemeklikni bexatar saqlash vaqti shuncha qisqa bo'ldi. Chunki yemeklik eng yaxshi bakteriya ko'paytguchi bo'lib, bulg'angan yemeklik tarkibidagi bakteriyalar yemeklikdan yetarli ozuqlikqa erishib, tez sur'atda ko'paydi va u yemeklikni iste'mol qilgan odamda kasal paydo qildi. Yemeklikning dastlabki bulg'anishi qancha to'van yoki bulg'anmagan bo'lsa, ya'ni yemeklik bulg'angan bakteriya va parazit qurtlarning miqdori qancha oz yoki yo'q bo'lsa, yemeklikni bexatar saqlash vaqti shuncha uzun bo'ladi. Undan boshqa yemeklikni saqlash sharoiti va temperaturmi yemeklikni bexatar saqlash vaqtiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ishib qolgan tomoqni bir qitim qaynatib o'tib, ondan uni 4 gradus va uningdan to'van temperaturada yoki qurg'oq sharoit saqlagan vaqtida nisbatan uzun saqlag'ili bo'ldi. Ya'ni ishib qolgan tomoqni shu xil sharoit saqlagan vaqtida uni saqlash vaqti uzun bo'ladi. Chunki ishib qolgan yemeklikni bir qitim qaynatayotgan vaqtida uning tarkibida, ya'ni bulg'angan bakteriyalar o'ladi. Uni sovuq temperaturada saqlagan vaqtida bakteriyalarning ko'payishi osti bo'ladi. Aksincha, ishib qolgan tomoqni nam va issiq havoda saqlagan vaqtida uni bexatar saqlash vaqti qisqa bo'ladi. Chunki issiq va nam havoda yemek tarkibidagi bakteriya tez suratda ko'paydi va qisqa vaqt ichida odamni kasal qilaligidek darajaga yetalaydi. Agar tomoq pokiz etilgan va pokiz qochilar bilan qochilangan bo'lsa, ham shundaqla yemeklikni iste'mol qilish jarayonida alohida bulg'anish bo'lmagan bo'lsa, ishib qolgan yemekliklarni to'nglatquda 3 kundan 4 kungacha saqlag'ili bo'ladi. Undan keyin yemeklikdan zararlanish xavfi bara-bara yuqorilab menishi mumkin. Agar tomoq yangi pishirilib, faqat yeyilmagan, hech qandaq bulg'anish ehtimoli bo'lmagan ahvol ostida darhol pokiza qochi bilan to'nglatquga silib,
to'ngiltib etgan vaqtida 1-2 hafta, hatto uningdanmi uzun saqlag'ili bo'ladi. Yemeklikning ximiyalik bulg'unishi asosliqi yemeklikning tarkibida bo'lmaslik kerak. Bo'lgan har qanday moddalar bilan bulg'unishni ko'z tutadigan bo'lib, u tamoq etgan qozon qumuch, tamoq qochilgan qochqucha, tam tangshugich va yoki boshqalarning bexastaligi, hatto ba'zilarning qasdalligi sababidan yuz berishi mumkin. Yemeklikning ximiyalik bulg'unishi ko'pincha ahvolda tamoqni saqlagan vaqt bilan bevosita munosabatlik bo'lmasdan, balki yemeklikni saqlagan muhit va qochiq-quchi bilan munosabatlik. Yemeklikning ximiyalik bulg'unishimi yemeklikdan zaharlanishning muhim qismi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu normalda biz davatgan ishib qolgan tamoqni qancha uzun saqlash bilan bevosita munosabatlik emas. U ishib qolgan yemeklikni to'g'ri qocha bilan bexatar saqlash bilan munosabatlik bo'lg'achqa, men uni bu yerda ta'kidlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Normalda biz davatgan buzilib qolgan tamoq yemeklik bakteriya bilan bulg'angangan vaqtida bakteriyalarning muvofiq temperaturada yemeklikdan yetarli oziqlikka erishib, tez suratda ko'payib, ma'lum songa yetganda yemeklikning o'zgarishini ko'zda tutadigan bo'lib, u chaqda tamoqning ta'mi va purqi o'zgarish tamoqning ta'mi va purqida o'zgarish bo'ladi. Bu chaqda uni farq etish qiyin bo'lmaydi. Ammo yemeklik bulg'angan vaqtida yemeklik texi buzilmagan bo'lsa, yemeklik tarkibidagi bakteriyaning soni texi yetarli ko'p bo'lmagan bo'lsa, tamoqning ta'mi va purqida o'zgarish bo'lmaydi. Bu chaqda uni farq etish qiyin. Ammo u deganlik u yemeklikni iste'mol qilish bexatar deganlik bo'lmaydi. Bulg'angan yemeklik tarkibidagi bakteriyaning sonining oz ko'pligiga asosan o'xshamagan kishilarda o'xshamagan darajada yemeklik bilan zaharlanish alomatlari kelib chiqishi mumkin. Bulg'angan yemeklik tarkibidagi bakteriyalar soni oz bo'lsa, uni iste'mol qilgan ko'pincha kishilarda hech qanday zaharlanish paydo bo'lmasligi mumkin. Ammo bulg'angan yemeklik tarkibidagi bakteriya soni ko'p bo'lsa yoki tamoqni saqlash jarayonida bu bakteriyalar ko'paygan bo'lsa, uni iste'mol qilgan o'xshamagan kishilarda o'xshamagan darajada yemeklik bilan zaharlanish kelib chiqadi. Undaqda ishib qolgan tamoqni bexatar saqlash va yemeklikdan zaharlanishning oldini olish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Birinchidan, tamoq ortiq etilganda yoki hafta oralig'ida yeyish uchun maqsadli holda ko'p tamoq etgan vaqtida tamoqni yeyishdan burun ortiq tamoqni ayirib ilib, pokiz qochiq-quchilar bilan to'nglatquga silib saqlash orqali yemeklikning bulg'unish ehtimolligini azaltib, uni bexatar saqlash vaqtini uzartqili bo'ladi. Ikkinchisi, yemeklikni iste'mol qilgan vaqtida tamoqni shaxsiy qochiga, har bir odamning shaxsiy qochisiga oladigan o'rtaq qo'shiq bilan tamoqni ig'izga soladigan qo'shiqni ayirish orqali yemeklikning bulg'unish ehtimolligini tuvallatib, ishib qolgan tamoqni bexatar saqlash vaqtini uzartqili bo'ladi. Uchinchisi, ishib qolgan tamoqni saqlashdan burun bir qitim qaynatib o'tib, qurg'oq va to'van temperatura saqlash orqali uni bexatar saqlash, uning ya'ni ishib qolgan tamoqning bexatar saqlash vaqtini uzartqili bo'ladi. To'rtinchisi, ishib qolgan yemeklikni iste'mol qilishdan burun uni yetarli isitish yoki qaynatish orqali yemeklikdan zaharlanishning ehtimolini tuvallatgili bo'ladi. Beshinchisi, tamoqni yuqori temperaturada isitganda plastik qochiqquchi
işiltishdan saqlanish kerak. Chunki ba'zi plastik qochquchilar yuqori temperaturaga bardoshlik berolmasligi, u plastik materiallar tomoqqa aralashib qilib, tomoqning bulg'anishini keltirib chiqarishi mumkin. Bugun men so'zlamoqchi bo'lgan mush ishib qolgan tomoq to'g'risidagi bu oddiy savatni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tenini salomat qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.